Nimaga mebellar qimmat? Siz uyingiz uchun uzoq vaqt sifatli xizmat qiladigan mebellarni arzon narxda buyurtma qilish to'g'ri deb hisoblaysizmi? Siz uchun aslida narx muhimmi yoki sifatmi? Katta ehtimol bilan sifat. Keling, oldin siz bilan nima maqsadda mebel buyurtma qilayotganingizni ko'rib chiqamiz. Albatta, mebellaringiz uzoq muddat sifatli xizmat qilishini, sifatli material hamda furnituralar ishlatilishini, shuningdek, sizning barcha ehtiyojlaringizni inobatga olgan holda aynan siz uchun mebel ishlab chiqarilishini xohlaysiz. Bunday mebellar qimmat bo'lishi tabiiy. Sababi ushbu mebellar bir dona ekzemplyarda aynan sizning joyingiz va sizning xohishlaringizdan kelib chiqqan holda yuqori sifatli material hamda furnituralardan uzoq yillik stajga ega bo'lgan, aynan mebel sohasida uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan usta hamda mutaxassislar tomonidan yasalinadi. Aksincha, kimdir sizga arzon narxlarni taklif etsa, shubhalanishingiz kerak emasmi? Sababi arzonmi? Demak, sifatida qandaydir muammo bor. Hech qachon biror mahsulot yoki xizmatni ham arzon, ham sifatli qilib bo'lmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, arzon mebellar sizga bir necha yil xizmat qilishi mumkin. Lekin sifatli mebellar sizga uzoq vaqt davomida a'lo darajada xizmat qiladi. Shuning uchun sifatli mebelni o'z narxida xarid qiling.